رسول الله رسول الله طال بي الحنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alloh taolaning yordami bilan biz Ramazon kunlarida, bu muborak kunlarda yangi dars boshlaymiz. Bu tavhid kalimasi, ya'ni iymon kalimasi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh. Mana shu kalima haqida, shu kalimadagi, ya'ni shu jumladagi kalimalarni, ya'ni ma'nosini tushunishga va tushuntirishga harakat qilamiz Alloh taolaning yordami bilan. Bu kalima hamma payg'ambarlar keltirgan va hamma payg'ambarlar payg'ambar qilib jo'natilgan kalima shu. Ya'ni shu kalima sababli payg'ambarlar ya'ni keldi. Alloh taolo shu kalimani qoyim qilishlik uchun, ya'ni odamlar shu kalimani qabul qilishlik uchun payg'ambarlarni jo'natgan. Alloh taolo Qur'onda fa'lam annahu la ilaha illalloh deydi. Ya'ni la ilaha illallohni ilm bilan bil deydi. Shuning uchun biz bu la ilaha illalloh kalimasini ilm bilan bilishligimiz kerak. Ya'ni Alloh taolo bu la ilaha illallohda nima deyapti, nima ahkomlari bor, qanaqa shartlar bor, ma'nosi nima, ya'ni bilishligimiz kerak. Bugun biz bu kalimaning fazilati haqida o'tamiz. Ya'ni ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh. Bu kalimaning birinchi tarjimasi, ya'ni guvohlik beraman degan. Biz nimaga do'stimizga yozganmiz? Ya'ni ashhadu degani guvohlik beraman degan. Guvohlik beramanki Allohdan boshqa haq iloh yo'q va guvohlik beramanki Muhammad Allohning rasulidir degani. Bu oddiy tarjimasi. Lekin biz buning ichidagi asosan biz urg'u bergan, ya'ni tushunadigan narsamiz 5 ta kalima bor bu yerda. Birinchisi mana shu shahodat kalimasi. Ya'ni ashhadu degan kalima nima ma'nosi bor? Buni o'rganamiz. Ikkinchisi iloh kalimasi. Ya'ni iloh kalimasi bu nima degani arablarda va qanday ma'nosi bor. Keyin Alloh haqida o'rganamiz. Keyin ya'ni ashhadu bu o'tdik, keyin Muhammad sallallohu alayhi va sallam, keyin Rasululloh. Bu 5-inchisi. Mana shu 5 kalima haqida biz o'rganamiz bu yerda inshaalloh. Bugun biz bu 5 kalimaga kirishdan oldin muqaddima qilamiz. Ya'ni umumiy, ya'ni ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh ning fazilati nima? Buning fazilati qanchalik darajada, shuni o'tamiz. Bu haqda Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu bu Termiziy rivoyat qiladi. Qiyomat kunida Alloh taolo bir kishini hisob-kitob qiladi. Qiyomat kuni keyin gunohlarini va savoblarini taroziga qo'yadi. Savoblarini ya'ni mujallad, ya'ni 99 ta mujallad bo'ladi deydi. Ba'zi rivoyatlarda har bir bu mujallad yozilgan kitob deydi, ko'z ko'radigan darajada katta bo'ladi deydi. Shunchalik katta tonnalar nimaga qo'yadi? Tarozisiga qo'yiladi. Ya'ni savobiga. Shunda ham bo'lsa gunohini bosmaydi. Ya'ni gunohidan yengil keladi. Shunda bu kishiga aytadiki, bizning maloikalarimiz, ya'ni yozuvchi maloikalarimiz senga zulm qilgan deb o'ylaysangmi? Agar zulm qilgan bo'lsa, bir e'tirozing bo'lsa ayt deydi ya'ni. Endi u odam o'zi nimalarni o'qib ko'radi. Hammasini, yo'q, men hammasini qilganman deydi. Bu hamma gunohlarini tan oladi. Keyin birin uzring bo'lsa aytqining deydi. Biron yaxshi ishing bo'lsa, yaxshi savob ishing qoldirgan bo'lsa, ya'ni maloikalar yozmagan bo'lsa, uni aytqining deydi. Shunda yo'q deydi, hammasi yozilgan deydi. Shunda aytadiki, yo'q, bitta amaling bor deydi. Bitta ulug' amaling bor, u deydi. Keyin bitoqani olib keladi. Bitoqa degani qog'ozchani olib keladi. Keyin odam qaraydi. Endi bu nimadan, yana boshqa rivoyatlarda keladiki, odamning o'zini ham
odamning o'zini ham tarozisiga qo'yiladi, ya'ni savob tomonga qo'yiladi. Keyin u qaraydi, shunchalik tonna mujallad nimalar, kitoblar bosmayapti, o'zi ham chiqqan bosmayapti. Bunday qaraydiki, bu qog'ozcha qayerdan bosadi deydi. Unga ahamiyat qilmay turadiki, keyin u qog'ozchani qo'yganda qog'ozcha bosib ketadi. Ya'ni qog'ozcha bu yoqda nimalarini, gunohlaridan ya'ni og'ir keladi. Shunda Alloh taolo Qur'onda aytganday, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir rodiya deydi. Kimdiki qiyomat kunida tarozisi og'ir kelsa, ya'ni savoblari og'ir kelsa, u rozi bo'lingan hayotda yashaydi deydi. Va amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Ammo kimniki tarozisi yengil kelsa, ya'ni gunohlari og'ir kelsa, savoblari yengil kelsa, uning fa ummuhu hawiya, onasi hawiya deydi. Ya'ni do'zax bu. Do'zaxga ketadi deydi. Alloh taolo saqlasin. Shunda keyin bu kishi hayron qoladi, haligi ajablanib qarasa, o'sha qog'ozchada ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadur rasululloh. Ya'ni shu kalima bor. Qarang, bu kalimaning shunchalik og'irliginiki, shunchalik og'irki, bu hamma narsada ya'ni og'ir bosyapti. Bu asli iymon kalimasi. Alloh taolo eng katta ne'mat bergan. Eng katta ne'mati Alloh taoloning mana shu kalima. Ya'ni iymon kalimasi. Dunyoda masalan biz qaraymiz, masalan sog'lik. Sog'lik juda muhim. Masalan qalbimiz yoki ichki a'zolarimiz yoki tashqi a'zolarimiz hamma sog'ligi muhim. Agar bir tishingiz og'risa, necha kunlab hatto yaxshi ibodat qila olmaysiz. Ishga ham chiqa olmaysiz, hech kim gapini yoqtirmaysiz. Bironta sizga telefonlarni ham ko'tarmaysiz hatto. Shunchalik darajada, ya'ni qiyin ahvolga tushasiz. Ya'ni salomatlik, sog'lik bu birinchi o'rinda turadi deydi. Lekin bu sog'likdan ham muhim bu. Ya'ni sog'lik ne'matidan ham eng katta ne'mat bu iymon ne'mati. Agar siz hayotingizda 60 yil, 70 yil yashang. Lekin kasal bo'lib yashang. Ya'ni sog'lik ne'mati bo'lmas. Lekin mana shu iymon kalimasi bo'lsin, siz haqiqiy ne'matda bo'lasiz. Haqiqiy ne'matda bo'lasiz. U Alloh taolo kasal berganiga, u sizga qiyomatda ajr bo'ladi. Jannatda darajangiz baland bo'lgan bo'ladi. Shu tug'ilganingizdan, masalan ba'zi odamlarni ko'ramizki, tug'ilganidan bir haligi ma'yub bo'lib tug'iladi. Yoki oyoq yo'q, yoki qo'li yo'q, ya'ni bir yoki aqldan bir majnun bo'lib tug'iladi, ya'ni aqli past bo'lib tug'iladi. U qanaqa kasallik bo'lmasin, bu xoh oyoq bo'lama, xoh ichki kasalliklar bo'lama, u mana shu iymon kalimasi bo'lsa, u odam baxtli odam. Unda qisqacha qilib aytganda, eng baxtli odam kim desa, mana shu ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan rasululloh, mana shu kalimasi bor odam, haqiqiy baxtli odam mana shu odam bo'ladi. Keyin bu odam o'sha bitoqani olib kelganda xursand bo'lib ketadi. Keyin shunda aytilganki, Alloh taoloning ismini biron narsa bosolmaydi. Ya'ni Alloh taoloning ismi hamisha og'ir keladi deb Imom Termiziy rivoyat qilgan. Ikkinchi Sahih Muslimda keladi, Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishini eshitdiki, Allohu akbar, Allohu akbar. Ya'ni Alloh buyukdir. Alloh buyukdir dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, bu kishi fitratda dedi. Ya'ni fitratdagi odam Alloh taoloni ulug'laydi. Allohu akbar. Keyin u kishi aytdiki, ashhadu an la ilaha illalloh dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, kharajta minan nar dedi. Sen do'zaxdan chiqding dedi. Qarang, o'sha ashhadu an la ilaha illalloh degan odamga sen do'zaxdan chiqding deyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Keyin qarasa, u odam bir cho'pon odam ekan, qo'ybag'or odam ekan. Qarang, shunchalik darajada, ya'ni bu la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohning ya'ni fazli katta. Keyingi hadisimiz Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadiki, biror bir banda shu ixlos bilan la ilaha illalloh desa, unga osmon eshiklari ochiladi degan. Osmon eshiklari ochilib, hatto arshgacha yetib boradi. Modomiki bu katta gunohlardan chetlansa deb Imom Termiziy rivoyat qilgan. Keyingi hadisimiz, ya'ni bu la ilaha illallohning fazilati haqida, afzalu zikr, ya'ni eng afzal zikr bu shu la ilaha illalloh. Ya'ni kalimalar alhamdulillah, akbar degan kalimalar bilan biz Alloh taoloni zikr qilamiz. Shunda
eng afzali qaysi desa, eng afzali la ilaha illalloh. Shu la ilaha illalloh kalimasini aytsa, bu eng afzal zikrni qilgan bo'ladi bu odam. Bu kishini bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan, Imom Termiziy rivoyat qiladi. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadiki, afzalu zikr la ilaha illalloh deydi. Afzalu zikr, ya'ni zikrning eng afzali, eng ulug'i bu la ilaha illalloh deyishlik. Keyin boshqa hadisimiz, ya'ni la ilaha illallohning fazilati haqida. Eng yaxshi duo Arafa kunining duosi deydi. Va mendan oldingi payg'ambarlar aytgan narsa eng yaxshisi bu la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah deydi. Ya'ni Alloh taolodan boshqa haq ma'bud yo'q, uning sherigi yo'q degan duo. Lahul mulk va lahul hamd va huva ala kulli shay'in qodir. Ya'ni mulk ham, hamd ham unikidir. Ya'ni hamd faqat Alloh taologa, ya'ni haqlidir hamdga, va mulk faqat Alloh taolonikidir. U hamma narsaga qodir zotdir degan duo. Bu hadisni ham Termiziy rivoyat qilgan. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladiki, kimki la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah desa, bir kunda 100 marta aytsa, bu 10 ta qulni ozod qilganday bo'ladi deydi. Va 100 ta xatosi kechiriladi, ikkinchisi, uchinchisi 100 ta yaxshilik bunga yoziladi. Endi 4-foyda bu o'sha kun ertalabdan kechgacha shaytondan bu parda bo'ladi. Ya'ni shaytondan qo'rqlanib yuradi bu odam. Masalan, bir kunda siz 100 marta la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huva ala kulli shay'in qodir desangiz, siz 10 ta qulni ozod qilganday bo'lasiz. Holonki boshqa hadisda keladiki, kim birta qulni Alloh taolo uchun ozod qilsa, u har bir a'zosi o'shaning a'zosi evaziga, ya'ni o'sha sababli do'zaxdan ozod bo'ladi deydi. Ya'ni bitta qulni ozod qilsangiz, do'zaxdan ozod bo'lasiz degani. Ya'ni bu zikrni 100 marta aytsangiz, 10 ta qulni ozod qilganday bo'lasiz. Qarang. Va faqat bitta bo'l emas. Buning ustiga 100 ta xato qilsangiz o'sha kunda u kechiriladi. Va 100 ta savob yoziladi va shaytondan sizga qo'riq bo'ladi. Boshqa bir hadisda ham Imom Buxoriy rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu so'raydi. Aytadiki, qiyomat kunida sizning shafaatingizga haqli odam kim deydi? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, qiyomat kunida ey Abu Hurayra, shu men seni gumon qilardim, mana shu savol haqida mendan so'raydi deb, ya'ni senga shu hadisga harisligingni ko'rib deydi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, kimki la ilaha illallohni sidq dildan aytsa, ana shu kishi men shafaatimga haqli bo'ladi deydi. Qarang, qiyomat kunida juda, ya'ni holat og'ir bo'ladi. Qiyomat kuni shunday kunki, insonlar qabrdan Alloh taolo hamma insonlarni chiqaradi, jinlarni ham chiqaradi, hatto hayvonlarni ham chiqaradi. Bu hisob-kitob qilishlik uchun kim nima qilgan bo'lsa bu dunyoda javob beradi. Ana shunchalik qiyin kunda odam ozgina savobga bu dunyoda, shu kofirlar hatto bu dunyoda oy Alloh bizni qaytargining, bir yaxshilik qilib qo'yaylik deydi. Alloh taolo aytadiki, yo'q, sizlar bu dunyoga qaytmaysizlar deydi. Shunchalik qiyin kunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, kim la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa haq ma'bud yo'q degan bo'lsa, sidq dildan aytgan bo'lsa, ya'ni munofiqlarcha aytgan bo'lmasa, bu mening shafaatimga haqli bo'ladi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 4 ta katta hisobsiz jamoatni, ya'ni Alloh taoloning izni bilan shafaat qilib jannatga kirgizadi. Bundan boshqa, ya'ni la ilaha illallohning fazilati haqida hadislar juda ko'p. La ilaha illallohning fazli haqida juda hadislar ko'p. Bu yerda biz ya'ni bu la ilaha illallohning ham fazli ham ma'nosini ham biz bilishligimiz kerak, ya'ni la ilaha illallohning ma'nosi. Biz bu ya'ni tarjimasini o'tdik. La ilaha illallohning ma'nosi nima desa, bu birinchi ashhadu, ya'ni biz ashhadu so'zini bilishligimiz kerakki, bu nima degani. Ashhadu deb arablarda bundan 3 ta narsa chiqadi dedi. Lug'atshunoslar, olimlar aytadiki, birinchisi ashhadudan bunda
ilm bor deydi. Ilm bor deydi. Ikkinchisi bunda i'lam bor deydi. Uchinchisi hudur. Bu nima degani deydi. Masalan, bunga misol, o'zi bunga kirishimizdan oldin, masalan, shahida kalimasi arablarda shahida, yashhadu, ana ashhadu, ya'ni guvohlik berdi, guvohlik beradi, guvohlik bermoq degani. Ya'ni ashhadu degani guvohlik berish degani. Biz shu yerda ashhadudan, ya'ni lug'atshunoslar aytadiki, bir narsaga guvohlik berishlik uchun odamda ilmi bo'lishlik kerak deydi. Ya'ni masalan bir narsaga guvohlik berish, masalan bir hodisa bo'ladi, siz guvoh bo'lib qolasiz. Arablarda masalan shahida fulanun badran deydi. Masalan shahida fulanun badran deydi. Fulanun badran. Ya'ni faloncha Badrga ishtirok etdi degani. Nima degani? Ya'ni Badr jangiga bu odam qatnashdi degani. Badr jangining ichida qatnashdi. Masalan, sahobalar Badr jangiga qatnashgan. Badri deydi. Endi faloncha Badr jangiga qatnashdi deb shahida kalimasini ishlatadi. Shahida. Endi qanday desa, endi Badr urushiga qatnashganda u urush o'ta voqealarni ko'rinadi, hatto qo'llar, oyoqlari kesiladi, odamlar kimni o'ldirgan hamma voqeani biladi. Endi mana shu faloncha odam nima? Shahida Badran deyapti. Endi biz mana shu ashhadu kalimasida shunday bu kishida shunday ilm bo'ladi mana shu Badr haqida. Badr haqida mana shu faloncha haqida, ya'ni falonchani Badr haqida ilmi bor. Bir odam kelsa aytsaki, siz masalan Umar roziyallohu anhu yoki boshqa sahobalar masalan Badrga qatnashganlardan siz Badrga qatnashgan yo'qsiz desa, uni qonay qila olmayman. Hech qanaqa qonay qila olmayman, chunki u odam Badrda qatnashgan. Ilmi bor, ya'ni ko'rgan, u voqealarni biladi. Bilish. Keyin mana huzur qatnashish deydi. Huzur ya'ni qatnashish, ya'ni o'sha yerda ishtirok etish. Uchinchisi i'lom. Ana shu Badr haqida qatnashganlar, bu sahobalar o'zlari qatnashganliklarini keyin bayon qilib bergan. Hamma ham hozir ham masalan bir voqeada qatnashsangiz, masalan bir to'yda deylik, to'yga yoki boshqa bir ilm majlisiga qatnashsangiz, faloncha keldi, bunaqa gaplarni aytdi deysiz, nima o'sha yerning shohidi bo'ldingiz degani. Ya'ni bu nima demoqchimiz? Ya'ni ashhadu kalimasi bu faqat xabar berish emas. Bu ilm bilan bilish voqelikda. Biz shunday bir shahodat berishligimiz kerakki, ya'ni go'yoki o'sha voqeada qatnashganmiz. Ya'ni la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa haq ma'bud yo'q ekanligiga go'yo ko'rib turgandek xabar berishligimiz kerak. Ya'ni bir odam bir munofiq kelib bizda aldasa, yo'q, mana qana Alloh qani ko'rsat, osmonda ham yo'q, yerda ham yo'q, hech joyda yo'q deb bir shubhalarni solsa, biz uning shubhalariga haligi ishonib turib, mana shahodatimizni tashlamayishligimiz kerak. Ya'ni shunchalik darajada inson, ya'ni guvohlik berishlik kerak. Odam nimaga guvohlik beradi desa, ko'rgan narsasiga guvohlik beradi. Masalan bir voqeani ko'rgan bo'lmasangiz, guvohlik bera olmaysiz. Badrda qatnashgan bo'lmasa, u faloncha nima Badrga shahida deyilmaydi. Lam yashhad deyiladi. Ya'ni u qatnashmadi deydi. Ya'ni xulosa shahida kalimasining ma'nosi hudur, ilm, a'lam deydi. Ya'ni bir voqeaga qatnashgan bo'lishingiz kerak, u voqeada ilmingiz bo'lishi kerak ki o'shandan xabar berishligingiz kerak. Shunda ham kimning shahodati qabul bo'ladi? Mana shu ilm bilan huzur day bilishlik kerak, ya'ni qatnashganday va ilm, bu la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohning ma'nosini biz bilishligimiz kerak. Keyin i'lam, shuni aytishligimiz kerak, biz xabar berishligimiz kerak. Masalan, talab qilingan paytda, masalan hatto ulamolar aytadiki, kim talab qilingan paytda, masalan la ilaha illallohni ayt degan paytida kimdir aytmasa, u odam musulmon bo'lmaydi deydi. Ya'ni u i'lom qilishlik kerak, ixbor, ya'ni ixbor berishlik kerak. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh deb aytishlik kerak, ya'ni bu haqda xabar berishligimiz kerak biz. Vaqtimiz bo'lib qoldi ekan. Qolganini bu keyingi kalimalarni boshqa yanagi darsda o'tamiz inshaalloh. Alloh taolodan duo qilamizki, bu ikki dunyoning saodatiga yetkazishsin bizni Alloh taolo. Subhanakallahumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.